أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Tercümesi. Hakikaten Allah Teala paşa unudummu küçük bir şeyini bir mesel qilib bayon qilishdan hayo qilmaydi. Ammo iymon aytgan kishilar bo'lsa, haqiqatan Alloh taolaning paşa unudimmi kichik bir şeyini mesel qilganligi o'zlari Parvardigori tarafidan kelgan haq deb biladi. Ammo kofir bo'lgan kishilar bo'lsa, Alloh taolo bu paşa unudimmi kichik yoki unudun cho'ng bir narsani masal qilib nimani iroda qiladi deyishdi. Alloh taolo bu masal bilan nurg'un kishilarni ozg'unlikda qo'ydi va nurg'un kishilarni hidoyatga boshlaydi. U masal qilish bilan faqat Allah Taalaga itoat qilishdan chiqib ketgan fosiqlarni ozdirdi. U fosiqlar degan Allah Subhanahu va Taolaga iymon keltirishga va Allah Taolaga itoat qilishga qilgan ahdlarini mustahkam ahdi birib bo'lgandan keyin buzdi. Allah Taala buyurgan ulashqa tegishlik aloqalarni uzdi. Yer yüzüde buzg'unchilik qiladi. Ana ashular ularg'inak ziyankorlar. Sizlar qandoqmi Alloh Subhanahu va Taologa tanisizlar? Sizlar o'lik bo'lgandinglar, ya'ni hech narsa emas, yo'q edinglar. Sizlarni Alloh Subhanahu va Taolo hayotlik bilib tirgizdi. Ondan sizlarni o'ltirdi. Ondan sizlarga yangi hayotlik bilib hesap elish uchun turgizdi. Ondan Allah Subhanahu va Taolo tarafiga hesap berish uchun qaytarilsizlar. O Allah sizlarning manfaatinglar uchun yer sharidagi hamma narsani yaratdi. Ondan osmonga yuzinib, osmonni 7 qat osmon qilib bijirim yaratdi. O Allah hamma shayini bilib turg'uchidir. Tafsiri müyesser 26. ayet. Hakikaten Allah Subhanahu wa Taala haqni kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin haqni bayon qilishdan hayo qilib tartinib qolmaydi. Allah Subhanahu wa Taolani qo'yib ibodat qilinayotgan yolg'on ilohlarning ojizligini masal bayon qilish uchun pasha va chivindek kichik mahluqotlarini masal bayon qilishdan Allah Subhanahu wa Taala hayo qilib qolmaydi. Mu'minlar bo'lsa Allah Subhanahu wa Taolaning kichik va cho'ng mahluqotlarini masal bayon qilishdagi bo'lgan hikmetini bilib iymon keltirdi.
Kafirlar bolsa Allah subhanahu va taolaning bu kichik hasharatlardan masal bayon qilishdagi bo'lgan maqsadi nima deyishib masxir qilishdi. Allah subhanahu va taala ularga javoban shundoq javob berdiki, bu kichik hasharatlarni masal bayon qilishdagi maqsad sinash. Ya'ni mushu hujjat, dalil, mo'jizalarga iymon aytadigan mu'minlarni va hujjatni ko'rib turib tanadigan kofirlarni ayirish. Shuning uchun Allah subhanahu va taala Allah keltirgan hujjat masaldan masxir qilib yuz o'rgan kishilarni haqdan yuz o'rtidi. Allah subhanahu va taala masal bayon qilib keltirgan hujjat mo'jizaga iymon aytgan mana shundoq kichik hasharatlarni mu Allah subhanahu va taala bikoga yaratmagan va yolg'on ilohlar mushu hasharatchilik narsalarni yaratishga ham qodir emas degandek, Allah subhanahu va taolaning mo'jizalarini ko'rgan mu'minlarga nisbatan Allah subhanahu va taala iymonini ziyoda qiladi. Allah subhanahu va taala hech bir kishiga zulm qilmaydi. Chunki Allah subhanahu va taala haqdan faqat Allah subhanahu va taala keltirgan hujjat dalillarga bo'ysunishdan bosh tortgan, bo'ysunishdan chiqib ketgan zolim fosiqlarni haqni o'zirdi. O fasiqlar degan Allah subhanahu va taala payg'ambarlarini evatib, kitoblarini tushirib, mustahkam ahdi algan Allah taolani bir deb e'tiqod qilish, hech qandaq bir yolg'on ilohlarni, shirklarni Allah subhanahu va taolaga shirik keltirmaslik, Allah subhanahu va taolo tushirgan buyruqlarga bo'ysunush, cheklimlardan yenishdan iborat bo'lgan Allah subhanahu va taologa qilgan, bergan mustahkam adisini çup buzdu. Ular yer yüzüde buzgunçuluk qilish, urug' tuqqanchilikni uzish, Allah subhanahu va taolaning diniga muxolifatchilik qilishda yurishdi. Ana ashular dunyo va oxirat ziyon tatqanlar. Dunyoda Allah subhanahu va taolaning hidoyatiga erisholmay, oxiratda jannatiga Allah subhanahu va taolaning rizoligiga erisholmay ziyon tatqanlar. Sizlar ey mushriklar, qandaqmi Allah subhanahu va taolaning shirik yo'q, yolg'iz bir iloh ekanligiga tanasizlar? Allah subhanahu va taolaga ibodat qilishda qandaqmi yolg'on ilohlarni shirik keltirsizlar? Sizlarning o'z nafsinglarda, o'zinglarda Allah subhanahu va taolaning yolg'iz iloh ekanligiga keskin hujjat turg'uliq. Sizlarning o'zinglarda qanday hujjat bor? Allah taolo deyki, haqiqatan sizlar mahluqat, yaratilgan kishilar emas edinglar. Sizlarni Allah subhanahu va taolo yo'qdan bar qildi. Sizlarga hayotlikni kirgizdi. Jon berdi. Ondan sizlarning dunyoda Allah belgilab bergan ajringlar oxirlashgandan keyin Allah subhanahu va taolo sizlarni o'ldirib atkitdi. Ondan Allah subhanahu va taolo sizlarni tirgizilish qiyomat kunisida qaytirgizdi. Ondan Allah subhanahu va taolo tarafiga hisob va jazo berish uchun hammanglar qaytirilib yinib borsizlar. Allah subhanahu va taolo sizlarning manfaatinglar uchun yer sharidagi barliq ne'matlarni sizlarni foydalansin deb yaratdi. Ondan Allah subhanahu va taolo osmonlarni yaratishga o'zinib, osmonlarni 7 qat osmon qilib bijirib yaratdi. Yani osmonlardan sizlarga har turli uçqun yulduzlarning sizlarning ustinglarga tushib ko'ydirib atmasligi, yana nurg'unlagan hikmat va nurg'unlagan sirlar va manfaatlar uchun Allah subhanahu va taolo 7 qat osmonni sizlarning ustinglarga yaratdi. O Allah her narsani bilib turg'uchi. Allah subhanahu va taoloning ilmi yaratgan har qandaq bir shay'ini qorshab atrofliq bilib turadi. Birinci nokta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'deki hayatında Allah subhanahu ve taala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de ayet düşürüp Allah Taala'nı koyup
Mekke müşriklerini Allah Subhanahu ve Taala'ga şirik keltirgen kafir müşriklerini ve ularının çokungan ilahlarını ayıplab mesel bayan kılgan. Allah Subhanahu ve Taala mundaq degen: Estaizu billah, bismillah. Ya eyyuhen nasu duriba meselun festemi'u lehu innellezine ted'un min dunillahi len yahluqu dubaban ve lev ictema'u lehu ve in yeslubuhumuz dubabu şey'en la yestanqiduhu minhu da'ufet talibu vel matlub. Ey insanlar, yani müşrikler cemaasi bir misal keltirildi. Onunğa kulak salinglar. Şübhəsizki sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarının hemmisi yığılgan takdirdimi bir çivinni yaratolmaydı. Aklı bar adam qandaqmı muşundaq butlarını mabut qılıp ılıp ularga çokunudu. Çivin ularının bedeninden bir narsini, yani butqa sürkep koyulgan xushpurak bir narsini elip qaçsa, onu çivinden tartıp alalmaydı. Butmu ve onunğa çokunguçumu acizdir. Yani bir ayette Allah Subhanahu ve Taala mundaq degen: "Meselul-lezine ittehadu min dunillahi awliya'a kemeselil ankebuti ittehadat beyten ve inne awhanal buyuti lebeytul ankebuti lev kanu ya'lemun." Allah'ını koyup butlarını mabut kılıp alganlarının misali öy yasagan ömüçüknün misaliga okşaydı. Yani ömüçüknün öyi onu sık soğuqtun qoğdayalmagandek, ularının çokunuvatkan butlarımı ularga hiç kandak paydıcan yetküzelmeydi. Öylerinin en acizi ömüçüknün uyudur. Eğer ular bu hakkatını bilseydi butlarga çokunmaydı degen. Yana Allah Subhanahu ve Taala Medine'deki hayatta Medine'deki Yahudi münafıkları ve her kandak bir münafıklarını ayıplap ular özünün imanını setip azgınlıkla alıdığanlıqını, yani imanını ziyan tatıdığan bir soğuduğu aylandırıvatkanlıqını, ular qattiq qarang'uliq zulmatlik kechida yaqqan yağmurda qalgan kishi nayt qattiq qo'rqib gangrab qalgandek bularning har bir ishida ishqila bo'lsa doim qilgan ishi Allah Teala'ga, Peygamber Aleyhisselam'a, insaniyetga qarshi bo'lg'achqa qilgan ishida doim ishkirinib, qo'rqib, tamtirab yuradiganligi haqiqatga, Allah Teala'nın hidoyatiga, haqiqiy iymonga og'izda oshkor qilib qo'ygan shu iymonga qalbi bilan ishonmay, oshkorida iymonni oshkor qilib, yushurun iymonni va uning talablarini rad qilib, Allah Teala'ga va uning payg'ambariga aldamchilik qilib, yomonlik qilib yuradiganliklarini Allah Teala mesel bayon qildi. Şunun bilen Mekke kafirleri Allah Teala'ga işengiçi müminlerini ve onların imanını tevretiş ve şundakla Mekke'de iman eytiş ihtimali var insanları karta hakikatini yögeş üçün Medine'de Yahudi münafıkları ve münafıklar Allah Subhanahu ve Teala'nın hidayetinin, Allah Teala'nın nurunun müstehkemlenişi, müminlerinin imanda müstehkem turuşunun aldığını iliş ve yeni Müslümanların İslam'a kirişige tosalgı buluş için hatta ki özünün meyli Mekke kafirleri bolsun ya ki Yahudi münafıkları bolsun her birisi özünün yalgan turvatkan yalgan meydanını Allah Subhanahu ve Teala'ga her xil şirik itikadlarını kılganlıkını yalgandın bizep Allah Subhanahu ve Teala keltirgen müşundak müzik misal hakikatlerden ibret edip hakikatini kubul kılıp Allah Teala halis işinişinin onuğa ular Allah Subhanahu ve Teala müşundak paşa ve çivindek küçük şeylerini mesel kılıp nimi kılıdı dep bula Allah Teala mesel bayan kılgan hakikatini meskiri kılıp hakikatki tanıdı. Esi bilseydi Allah Subhanahu ve Teala koygan müş paşidek müjde na çoğun delil var idi. Çünkü bu paşıda insanın bedeniga, insanın kimidin, insanın tiristin yitip kiralaydigan neştiri ba. Her kandak bir canlıqtı ba, barlık üskünüle hemmisi turuk. Hem şundakla bu paşıda nesli kaldırış, evlat köpeytiş hemme karakteri ba. Bu paştavurluk şunun için hazır kadardaki ilmi, müze
dalillerini tekshirib chiqadigan ilm fan olimlari hattoki cho'ng bir kitob yozgan pashining iqtidori to'g'riliq. Demak, mana bu pasha Allah subhanahu va taolaning baribirligi, Allah subhanahu va taolaning yaratishda nihoyat qudratli, puxta yaratadiganligi, har bir shaydagi yaratilish va har bir shaydagi mo'jizalar, sifatlar Allah subhanahu va taolaning yolg'iz yaratqich ekanligini isbotlaydiganligini bildirdi. Hem shundaqla hozirgidek ilm fan taraqqiy qilgan davrda Allah subhanahu va taolaning mo'jiza va Allah subhanahu va taolaning dalillariga dünya insanlarını bulup mu ilim fan ve mo'jiza taraqqiy qilgan mush dunyoda ilim fan ve mo'jizani bilgen her qanday insanlarning Allah taolaning hidoyatiga kirishi lozimligini Allah taolo alohida mush oyat orqali jakarlaydi. Biz qarab boqadigan bo'lsak, bu yerda ajoyib bir cho'ng haqiqat bor. Bu kafirlar davatgan bu yerdagi eng cho'ng bir nuqta, Allah taolo nima uchun yo'lvas yoki pil yoki sher yoki unudek cho'ng bir mahluqotlarni misol keltirmay, pasha yoki chivindek bir mahluqotni misol keltirdi deb mushuningdan ular Allah taolo qarshi bo'lgan bir ifoda bilib Allah taolaning masalini, Allah taolo keltirgan masalani masxara qildi. Asli bilsaydi, bu pashidek kichik iqtidorlik narsani yasash o'zi cho'ng bo'lgani bilan iqtidorsiz narsalardan nechasi qiyin edi. Mana hozir ko'rib turibmiz, telefon yoki biz ishlatayotgan har turli kompyuterlar, aeroplan, har turli dünyadaki biz işletivatkan pentaraqqat vasırı dastlab yasalgan çağda çoğun öyde yasalgan. Tedrici terakki qilish, nurgulluğan cepa müşakkat, nurgulluğan iqtidar ve nurgulluğan kuch sarf qilgandan keyin andın kichikgina yanjuqqa nagi bas sağıldıgan kichik saat, nagi bas ip mang'il bo'ladigan kichik kompyuter, nagi basa billa mang'il bo'ladigan har turli pentaraqqat saymonlari yasaldi. Demek aşundaq iqtidorlik kichik narsani yasash, cho'ng narsani yasashdan nechasi qiyin. Mana bu shuni bildirdiki, Allah subhanahu va taolaning mush pashini va chivinni masal qilib bayon qilishi dunyo kofirlari hammasi jug'lishib baqsimi, pasha ya chivindek bir narsani yashalmaydiganligi. O'zi kichik bo'lsa-mu, pasha har cho'ng mahluqotlarni, har cho'ng hayvonlarni qo'xtalaydi. Hattoki insonmi uningdan ba'zan chaqda ansirganligidan darizini chingitib undan ehtiyot qilib yashaydi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana shunday ajoyib nuqta, ajoyib qudrat, ajoyib mo'jizasi. Lekin mana hozir biz ko'rib turibmiz, butkul dunyo taraqqiy qilgan musholatda har qanday bir taraqqiyot sayminini Allah yaratgan hayvonlarga, Allah yaratgan mahluqotlarga qarab, uçar qushlarga qarab yasaqliq. Masalan, top bittirish mashinasi, aeroplan, har qanday bir shayini. Lekin hamma insonlar birlashibmi, haqiqiy pantaraqqa cho'ng, yetishgan organlardimi Allah yaratgan mahluqotlarga o'xshash, hatto pasha yoki har turli mahluqotlardan eng kichik hasharotlardan bir narsimi uningga yangi hayotlik berib yasag'ini yo'q. Mana shu delil dünya insanlarını her birisimizni nima yetaklaydi? Allah taolaning zodi hammani yaratganligini. Hem her qandaq bir kichik shaymi bizga Allah yaratgan mo'jiza, qudrat ekanligini so'zlaydiganligini bildirdi. Shuni Allah Qur'oni Karimda estağfirullah, yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Allah uchun osmondagi aqlliq va aqlsiz hamma narsalar o'zining Allahning qul ekanligini bayon qilib so'zlab tasbih aytib turdi. Deydi. Shuning uchun biz mana shu osmon va zimindagi har bir shayga qarasak, shu shay qatorida Allah taologa yolg'iz deb e'tiqod qilib, Allohning har qanday shirkdan pok deb tasbih aytganlardan bo'lishqa bizni shu shay ila yetaklaydi. Lekin mana shunday Allah taoloning mo'jizalari, haqiqatlari, dalillari oshkora turib bu haqiqat mo'jizaga ishongil unamay. Allah subhanahu va taolo qarshilik qilgan haqiqatdan ko'z yumgan fosiqlarni Allah subhanahu va taolo hidoyatga boshlamaydi. Lekin qalbini, ruhini, vujudini Allah taologa ichib atgan,
xuddi osmondan kun tushsa, o'simlik kunga o'zini ichib turgandek, yomg'ir tushsa, yomg'ir uchun o'zini ichib turgandek, qalbini, ruhini, fikrini Allah Taala tushirgan vahiylariga, Allah Taala buyurgan buyruqlarga, Allah Taala cheklagan cheklimlarga ichib turgan mu'minlarni Allah Subhanahu va Taala o'zining hidoyatiga, tixmi iymonni ziyoda qilishni tiklaydi. Mu'minlar har qanday kelgan sinoq va har qanday jamiyatda bo'layotgan fitnadan doim yaxshi, kuchli iymonni paydalaydi. Lekin munofiqlar doim va kofirlar jamiyatda bo'layotgan fitnalar ularga Allah Taolaning hidoyatiga ergashmaganlik tufaylidan doim ular shu ergashmaganlik yo'li bilan kufrga, ozg'unlikqa davom etadi. Mana shunday ozg'unlikda cho'ntirib olgan kofirlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining hidoyatiga majburlab ishtirib qo'ymaydi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloning hidoyatlaridan doim nasihat qabul qilganlardan bo'lishimiz lozim. Yana bir nuqta, Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda o'zining haqdan hayo qilmay, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, o'ttirib qo'ydiganligini bildirdi. Bu orqali barliq payg'ambarlarni va haqiqat egalarini har qandaq bir Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda qo'ygan oshkor yushirin va zaman oxiriga keladigan barliq mo'jizalarini va har qandaq bir Alloh subhanahu va taolo tushirgan haqiqatlarni va hidoyatlarni insonlarga yetkazishda zolimlarning yoki har qandaq bir aziyatning yomonligidan qo'rqib turmay, haqni oshkora so'zlashga, jakarlashga, haqiqatni dunyoga yeyishga alohida bizni mushu orqali ogohlantirdi. Shuning uchun biz tushungan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu haq qayerda bo'lsa biz shu yerda. Ammo biz hayo qilish iymonning jumlasidan deb yomonlikni so'zlamaslikdan, kufri va zulm qarta uningga ma'qul deb qalab turishdan buningga hayo qilmay, balki haqni so'zlashdan hayo qiladigan bo'lib qolsak, o vaqtda bizning o'rnimiz payg'ambar alayhisolatu vasallam va sahobalarga va ilgirki salafi solih bo'lgan ulug' payg'ambarlarimizga agishdan chetnab ketgan bo'lamiz. Haqni bilmasak yoki tushunmasak, o vaqtda so'zlash yo'q. Lekin haqni to'g'ri bilibdimiz va haqni to'g'ri bilganlardan o'rganibdimiz yoki haqni o'zimiz to'g'ri bilganlar qatoriga o'tgan bo'lsak, mana shunday haqni qayerda bo'lsak so'zlash bizning ustimizdagi mas'uliyat. Bo'libmi hozirgidek ilm fan taraqqiy qilgan davrlarda har qaysi sohalardagi, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq har qandaq Alloh taolaning mo'jiz dalillarini ilm fan bilan isbotlagan va Qur'on hadisning nur hidoyatlari orqali islom dinini o'rgangan va tushungan har qandaq bir ulamo va har qandaq bir ziyoli va har qandaq bir fanshunos va har qandaq bir insonlarga Alloh subhanahu va taoloning baribirlik dalilini va shu mo'jizda kelib chiqqan haqiqatlarni oshkor qilish kerak. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloning dini turgan mana shundaq mushu oyatlarda isbotlagandek Alloh subhanahu va taolo o'ziga xolis ishongan mu'minlarni alohida bularni o'zining hidoyati, tavfiqi iyi qildiganligini alohida bayon qildi. O'zining hidoyatidan qochgan, qarshi chiqqan Alloh taoloni masxir qilish va Allohning dinini masxir qilish, Alloh tushirgan masalalarni masxir qilish din iborat yomon ishlarni qilayotgan kofirlarni Alloh hidoyatga boshlamaydiganligini Alloh so'zlash orqali bizni mana shundaq biz turayotgan hozirgidek shundaq qattiq davrida biz Uyg'ur musulmonlari va dunyodagi zulmga uchragan musulmonlar qilib qilayotgan har turli zulmlarni dunyoga oshkor qilishimiz, zolim kofirlarning dinimizni, islom dinimizni, Qur'onni, Qur'onning mo'jizalarini kech kunduz masxara qilayotganligini dunyoga yeyishimiz har bir Uyg'ur musulmonlarimizning va dunyo musulmonlarimizning ustidagi haq, mas'uliyat deganlikka Alloh taolo bizni chaqirdi. Her birisimizni Alloh subhanahu va taolo qayerda bo'lsak haqni jakarlaydigan haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning xolis musulmon qullarining bo'lishini nasib qilsin. Yana bir nuqta, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda keltirgan mo'jizlik masalalarni
inkar qilib masxara qilgan fosiqlar, ya'ni hayotlik manbasi bo'lgan yeshil daraxtdan ayrilib, üzülüp tushib ketgan sisiq mevga o'xshash Allah subhanahu va taolaning nuri, hidoyati va Allah subhanahu va taolaning to'g'ri fikri manhajidan üzülüp qolgan payg'ambarlar va payg'ambar alayhissalatu vassalamninki sirotil mustaqim bo'lgan islom dinidan ayrilib qolgan mushu fosiqlarning sifatlarini Allah subhanahu va taolo bayon qildi. Bularning birinchi sifati Allah taolaga payg'ambarlari va kitoblari orqali mustahkam bergan Allah taoloni yolg'izlab e'tiqod qilish, Allah taolaning buyruqlarini qabul qilish, kitoblarini amal qilish bo'libmi Allah tushirgan mush Qur'oni Karimga amal qilishdan iborat bo'lgan hadisni bularning buzdiganligini. Bu ahdini buzish bir qancha xil turda bo'lib, birinchisi Allah subhanahu va taoloni yuqorqidek ilgirki kitob ahllari va hozirgi zamongacha kelgan nurg'unlagan Allah taolaning hidoyat va nurlarini Qur'on va ilgirki kitoblardan tushunib bo'lib buzganlarga o'xshaydi. Yana bir turi Allah subhanahu va taolaning barobarlik dalil mo'jizalarini va barliq Allah taolaning barobarlik mo'jizalarining masalalarini osmon va zamin dunyo hayotidagi barliq fan taraqqiyot bilimlari orqali kashf qilingan ilmiy mo'jizalar bilan turib bo'lgandan keyin tanilgan hadisga turmay, balki islomga hujum qilib, islomga har turli qarshiliklarni bildiradigan dunyodagi nurg'unlagan ilm-fan ulamolarga o'xshash. Nurg'unlagan yana yaxshi ilm-fan ulamolari Allah taolaning hidoyatiga erishib, ilmiy mo'jizalar bilan Allohni tanigan bo'lsa-mu, yana nurg'unlagan ilm-fan ulamolari hozir qadar Allohning diniga, islomga yo'q yerdan qarshilik qilish va shundaqla o'zining tarsa kufrligida ching turish bilan islom dinining qarshi turadi. Yana birisi dunyoda nurg'un insonlar har turli balo musibat ya tavrash yoki har turli dunyoda yuz bergan ofat ya biroq qarindishi yaqin urug'larining o'lgan ahvolini, tuyuqsiz xafalık kelgan ahvolini ko'rsa, darhol yuragining tag ovozidagi Alloh taoloni bilgan shu yolg'iz e'tiqod qilgan Allah taoloni yolg'iz bilishiga darhol qaytib kelib Allohga ishonadi. Shundan keyin şu afet, şu mushkulotlardan o'tib ketgan hamallam Allah subhanahu va taolo qilgan ahdisi buzdi. Yana birisi nurg'un inson, nurg'un musulmon, nurg'un dunyo hayotidagi burun Allohga ishongan kishilar Allohning kitobi Qur'on orqali, islom din orqali islomiyatga qaytib bo'lib, dunyodagi har turli kofirlarning fitnasi, azdirishi, her türlü dünyalık bisim ve aziyetlerini köylük tüpeyledin Allah'ın ahiret azabıga dünyalık kafirler kılgan azabını okşutup kılıp ahiretinin azabının bek korkuşunu emez, dünya azabının saklanışını yukarı bilip kılıp dünyanı özünün bütkül hayatına aylandırıp silip Allah Teala'nın aldığı bergen Peygamber aleyhissalatü vesselam'a erişiş Kur'an hadisini hakiki özünün köz nuru kılıp hidayetki menişini ibaret ve Allah Teala'nın aldığı bergen yalnız Allah Teala'ga işlemen diyen şu hadisке vapa kılmaydı. Mana muşundaq fasıqlar bir qançılığan süpetler ve bir qançılığan tarifatlarga iyi ekanligini Allah tövende bayan kıldı. Hem şundaqla bu fasıqlarning yeni bir ahdini buzuşu Allah subhanahu wa ta'alaga ahdi misaqda ahd to'xtamda bergan şu Adem aleyhissalatu vesselam'ninki bedeninden ilingan ruhni bergan ahd to'xtamig'imi bular buzg'unchilik qiladi. Chunki har qandaq bir inson dunyoda yashaydi ekan, nada bo'lsa Allah subhanahu wa ta'alaninki yolg'izligi, Allah subhanahu wa ta'alaning sherik yo'q ekanligi har bir shayda va har bir hozirgi davrida Qur'on va hadis va dunyo ilmiy mo'jizalarni va har qandaq bir dalillarni insonlarning aqliga keltirib olgan ulamolarimiz, da'vatchilarimiz kichkunduz Allohning hidoyatlarini insonlarga oshkorlab atgan. Shunda paytda nurg'un insonlar Allohni bilib bo'lib, tunib bo'lib, ahdisini buzib yeniveradi. Mana shundaq fosiqlarningki sifatlari tövende bayon qilindi. Endi bu sifatlarining birinchisi diqqat qilish arziydigini munofiqlar va fosiqlardan iborat har qandaq bir kafir mushriklardan iborat Allah Taolaga ahdi qilib iymonga kirib bo'lib
hadisi buzdigan yoki Allohni to'lib bo'lib hadisi buzdigan yoki Alloh subhanahu va taoloni bilib va to'niganligini e'tirof qilmasimi? Hadisini Alloh taologa ishonganlik hadisini o'zining qalbida tunib bo'lgandan keyin buzilgan mushundaq insonlarning sifatlarining birinchisi bular Alloh taologa ahd qilgan hadisni buzganlik tufaylidan Allohga hadisga turmagan inson xalqlarga, maxluqlarga hadis turmaydi qarindoshlarimiz. Shunga nurg'un dunyodagi hozirgi davrdagi bo'lapmi bizga zo'ravonlik qilayotgan dinsiz kommunistlar, dunyoning har qaysi joylarida islomiyatga zulm qilayotgan barliq kofirlar va mushriklar, yahudi, xristianlar hargiz o'zlarining hadis turmaydi. Shuning uchun biz ularning ahdlariga ishinib ketmasdan, balki Alloh subhanahu va taolo qilgan ahdimizni mustahkam turib, xuddi payg'ambar alayhisolatu vasallam va ulug' payg'ambar alayhisalom sahobalaridan iborat bo'lgan ayni vaqt o'tgan yaxshi kishilar Alloh subhanahu va taologa aytgan iymonida ching turgandek, o'zimizning Alloh subhanahu va taologa bergan hadis ching turishimiz, Alloh bizga tushirgan Qur'oni Karimda kelgan barliq yo'l-yo'riqlarni qadrlashimiz, barliq chekilgan ishlardan yiroq bo'lishimiz va payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamningki haqiqiy bizga qoldirib ketgan barliq ish izlari hayotini o'lik qilishimiz, Muhammad alayhisolatu vasallamni haqiqiy suyishimiz kerak. Biz şu dünya kafirleri, şu müşrik ya munofiqlar ya yahudiler hadisni buzgan şu yaman qiliqni biz qilmasligimiz kerak. Ana shu vaqtimizda andin biz hadisni buzgan fosiqlar qatoridan bo'lmaymiz. Yana bir nuqta, bu fosiqlarning yana bir sifati bular Alloh subhanahu va taolo ulashqib buyurgan aloqani uzidi. Endi bu Alloh ulashqib buyurgan aloqa bir qancha turlik bo'lib, buning avvali silrahimning avvali kimga bo'ladi desa, payg'ambar alayhisolatu vasallamga va payg'ambar alayhisolamning sahobalariga va ilgiriki bizni jannatga boshlab boradigan payg'ambarlarga va shularga ergashgan ustoz, imomlar, rahbarlarga, musulmonlar jamoatiga va shuningdan qolib qolsa o'zimizning urug' tuqqanlari bo'ldi qarindoshlarimiz. Ham shundaqla mushu Alloh taolo ulashqib buyurgan aloqani uzidi degan mushu oyatning sababi nuzulida Abdullah ibn Abbas radiyallohu anhu bu hadisni rivoyat qilgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ulashqa tegishlik Alloh buyurgan payg'ambarlar va sahobalar bilan bo'lgan aloqani uzidi degan bo'ladi deb. Shuning uchun qarindoshlarimiz birinchi qilib iymon qarindoshligini, aqida qarindoshligini, islom qarindoshligini, din qarindoshligini uzadigan mushundaq ishni kim qiladi? Ashu yahud xristianlar, ana shundaq munofiqlar Alloh taolaning tushirgan oyat hadislarini masxara qilib inkor qildiganlar. Ayni vaqtda payg'ambar alayhisalom va sahobalarmi shu o'z davridagi nurg'un insonlarning arini uzishdan iborat bo'lgan yomon muomalasi qilishgan. Chunki ular payg'ambar alayhisalomni, Alloh taoloni, islom dinini tanlagan. Ikkinchisi, bu aloqani uzishda, bular qaysi aloqani uzidi desa, jamiyatdagi umumiy urug' tuqqanchilik silrahim aloqasini uzidi. Shunga ko'pincha dinsiz davlatlarning ostida qolgan musulmonlarda ko'pincha holatda bo'libmi diniy tarbiya, islom tarbiyalari, qarindoshlik tarbiyalari, silrahim tarbiyalari ko'p yayilmagan rayonlarda musulmonlarning va har qaysi xalqlarning avlodlari o'g'irlik qilish, bulanchilik qilish, zallik chekinib ketish yoki ashundaq yaqinlarini, urug' tuqqanlarini setib etish, har xil qiz o'g'illarningki aysh ishrat, zina fohishiga birilib ketishi, ularning turmush va ahvoliga egilari, yetakchilari, urug' tuqqanlari qaramaslıqi, avlodlarning yetim bo'lib jamiyatda har turli yomonliklarga minib qilishi maydonga keladi. Mana bu ishning hammasi qanday jamiyatda bo'ladi desa, mana bu shundaq Alloh taolo ulashqa tegishlik silrahimni uzdigan fosiqlar jamiyatida bo'ladi. Agar musulmonlar jamiyati bo'lsa, biz haqiqiy o'zimizni musulmonlar jamiyati
bo'lishga tirishilgan insonlarda bo'lsak, xuddi payg'ambar alayhissalatu vassalam musulmonni yetim qoldirmasin, musulmonni xorlamasin degandek, yine payg'ambar alayhissalatu vassalam bir musulmonga kelgan xabarlikni ichvatsa, Alloh uningdan xabarlikni ichitadi degandek, yine payg'ambar alayhissalatu vassalam musulmonlar bir tan, bir jasadga o'xshash, hammasi bir qarindosh, ulardan jasaddan biri og'rib qolsa, hammasi uningga tang qizgandek, musulmonlar o'zaro bir-biriga kuyinish kerak degan mush hadisga o'xshash, biz o'zaro birsi-birsimizga ega bo'ladigan, kuyinadigan, uningki iymoni, axloqi, uning dini, uning hayotdagi turmushi, ijtimoiy bo'lgan qiyinchiliklarga hammamiz hamdamda bo'ladigan, har birisimiz bir-biriga zich bog'lashgan bir islom jamiyati, islom hayoti, madaniyatini yaratishimiz kerak. Ana shundaq vaqtda biz dinsiz fosiqlar jamiyatidan farqlangan bir Allohning rahmati shukr loyiq bir musulmonlar jamiyatiga aylanamiz. Bo'libmi, hozirgi davrlarda silrahimning uzib ketganlik tufaylidan qarindoshlarimiz, otalar, urug' tuqqanlar, tog'lar, qavmi qarindoshlar o'z balavoqlariga, qizlarga halol yedimi, haram yedimi, nada o'ynadi, nima ish qildi, kim bilan aralashdi, ularning dini, islomiy aqidasi nima, o'rgangan bilimlari qanchalik dinga, islomga, musulmon millatiga foydali bo'lgan bir hayotda yashayotgandi yoki bularning kelgusi hozir bir kunni nayab kechirganni kechqirgan bilan kelgusi islomga qarshi bo'lgan yo'lga kirib qoldimi? Deb o'zining avlodi, o'zining tuqqanlari borasida o'ylanishga ahamiyat berishimiz kerak. İkincisi, o'z islom millatining o'g'illariga, qizlarga shular dinda turyotamdi. Kelgusi bizning musulmon millatimiz, bulapmi bizdek bo'zaq qilinayotgan Uyg'ur musulmonlarimizning avlodi kelgusi nima bo'lib ketadi? Buni dinda tura oladimi? Dinidan ayrilib qoladimi deganlik qarta biz alohida planlarni qilishimiz, ular qarta kuyinish yo'llarini ochishimiz, o'zimizning avlodi, oilasi, jamiyatini shu dindan ayrilib qilish ehtimoli bor musulmon qarindoshlarimizga yine dinni yangilik bilan yetkazoladigan, qurbonlikni beroladigan qilib aktiv musulmonlar, aktiv ilmiy yetishgan dini rahbarlarni qilib tayyorlashga ahamiyat berishimiz, ondan haqiqiy ular, ya'ni musulmon qarindoshlarimizga, musulmon avlodimizga haqiqiy urug' tuqqanchilikni joyida yetkazgan bo'lamiz. Hem shundaqla eng muhimi ogohlantirib qo'yadigan ishdan birisi, o'zimizga din, hidoyat, islomni o'rgatayotgan ustoz, rahbarlar va bizning dinimizni atrofga yeyishga tirishchilik qilayotgan dini manbaimiz bo'lgan birinchi payg'ambar alayhisalom, uning qapqasi payg'ambar alayhisalomning varislari bo'lgan al-ulama warasatul anbiya, ya'ni payg'ambar alayhisalomga haqiqiy varis bo'lgan, payg'ambar alayhisalom o'rgatgan, dinni o'rgatgan, payg'ambar alayhisalom qilgan diniy mas'uliyatlarni joyida ado qilgan, payg'ambar alayhisalom qurbonlik bergan hayotda payg'ambar alayhisalomda qurbonlik berishga ahamiyat bergan shundaq ulamolarni payg'ambar alayhisalom o'zining varisi degan. Mana mushundaq ulamo, mushundaq dindorlar bilan bo'lgan muomalani, diniy tuqqanchilikni, o'zimizning atrofidagi bo'lgan har qanday bir diniy islomiy jamoat, musulmon qarindoshlar bilan bo'lgan diniy tuqqanchilikni qattiq kuchlantirishga ahamiyat berishimiz kerak. Ana shu vaqtda ondan Alloh subhanahu va taolo bizga yordam berdi. Chunki ahdini buzmagan, aloqani buzmagan, aqida va ijtimoiy axloqqa rioya qilgan haqiqiy safoliq musulmondan bo'lsak, ondan Alloh subhanahu va taolo bizga tushirgan dinning hikmatini tunagan bo'lamiz. Shu din bilan amal qilamiz, Alloh bizga yordam berdi. Her birisimizni Allah subhanahu wa ta'ala mush hidoyatiga erishtirishni qilsin. Şu Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah'ning diniga hamma to'plashib esinglar. Sizlar dindan va dinni ustun qilishda har turli guruhvozlik yo'llarga bo'linib ketishdan saqlaninglar dedi.